Xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda seximizda yangi obyektimiz tayyor. Ushbu obyektni 12 metrlik konteynerga ishlangan, tashqi tarafi seriyaga bo'yalgan, tashqi temir eshik qo'yilgan. Ikkita rom har bir xona uchun. Demak, ichkari kiramiz, o'rtada koridor. Chap tarafga bitta 5 metrlik xona qoldirilgan. Ushbu xonamiz patologlari, devorlari to'liq o'tliklardan chiqqan, dekor plastmashka qilingan, pollariga chiroyli linoleum to'shalgan. To'liq elektromontaj ishlari, konditsioner uchun tochkalar qo'yilgan, avtomatlarigacha yig'ib qo'yilgan. To'g'rida 10 taraza yana xuddi shu razmerda bittagi xona. Remontlar chapdagi bilan bir xil, keng, yorug' romlar qo'yilgan. O'rtada sanuzlimiz joylashgan. Sanuzlimiz ichida unitaz, rakvina, suv ichish uchun ariston, fortishka aylanadi va dush qo'yib berilgan. Tayyor 2 xonali uy, ofis. Kimga mana shunaqa konteynerlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib kelaveringlar. O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib beramiz. Kelishilgan holatda Toshkent Sergeli Binokorda joyimiz. Kelaverasizlar, tayyor mahsulotlarimiz yetarlicha bor.